Yangi yilga ham bir oy qoldi. Biz har doimgidek yangi yilni mana shu kulbay ko'rshonlarda nishonlaymiz. Hamma masalan O'zbekistonda, vatanimizda o'tirib, oilasi bilan birga, do'sti, dushman, qarindoshlar bilan biz nishonlayotgan bir vaqtda biz bo'lsa bu yoqda klientlarga xizmat ko'rsatish bilan ovora bo'lamiz. Bunda ozgincha og'riqli, endi baribir biz o'sha qurbonlarda oilasini, kelajagini o'ylab turib, o'zini maqsadlaridan voz kechgan odam mana shu biz bo'lamiz. Xullas mana shunaqa narsa do'stlar. Har yili masalan bir xil narsa. O'zi hali masalan yangi yil kelmasdan turib ko'ngildan o'tishni boshlaydi. Ya'ni yangi yil kelgani yo'q hali masalan bir oy bo'lgani, lekin o'ylab yana shu yerda, yana bir yilimni mana shunaqa o'tkazaman. Ya'ni tushunyapsizlarmi? Bu o'ziga ozgincha qiyinchiligi bor. Baribir vatandan, ota-onadan yiroqda, o'zinglar yolg'iz. Ular o'sha O'zbekiston masalan vatanda yaxshi nishonlash uchun biz bu yoqda jon kuydirib ishlaymiz. Kimdir aytishi mumkin, o'zing tanlagan yo'ling mana shunaqa, nimaga endi bunaqa deyapsan deb turibdi-da. O'zim tanlagan. Kelajagim, oilam yaxshi hayot kechirishlik uchun. Tushunyapsizlar? Hozir bu narsani menga o'xshagan mana shunaqa chetda musofirda yurganlar bilan, oilasidan, issiq joydan yiroqda, mana shunaqa sovuq joylarda ishlab yurganlar tushunadi. Bilaman biz vatandoshlar birlashadi. Sizlardan kichkina iltimosim bor. O'zi yangi yilga ham oz qoldi. Men o'zimga o'zim niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa 100 ming obunachim bo'ladi deb turib, o'shancha maqsadimga yetishimcha ozgincha sizni yordamingiz tegsa xursand bo'lardim. Shunchaki videoni do'stinglarga yuboringlar. Like, obuna bo'lishni unutmanglar. Kattakon rahmat.